Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3.0 tahlili 1S korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi xizmatlar realizatsiyasi, ya'ni realizatsiya uslub. Hujjatni yaratish uchun Продажи menyusidagi realizatsiya akt nakladniy bo'limiga kiriladi. So'ngra yuqoridagi realizatsiya tugmasini bosamiz va ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli operatsiya turini tanlab olishimiz mumkin. Bizga uslubli operatsiya turi kerak bo'ladi. Quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada birin-ketin ma'lumotlarni to'ldirib chiqamiz. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra kontragent qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli xaridorni tanlab olishimiz mumkin yoki kontragent ininesini, ya'ni stirini yozish orqali tanlab olsak bo'ladi. Do'g'or qismi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli shartnomani tanlab olsak bo'ladi. So'ngra подразделение qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli bo'lgan подразделениeni tanlab olishimiz yoki tanlamasak ham bo'ladi. So'ng yuqoridagi giperhavlalarga o'tamiz. Birinchi giperhavlani ustiga bosib, quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada birinchi navbatda srok оплаты qismida to'lov muddati ko'rsatiladi va pastdagi bandlarda esa kontragent bilan qilinadigan hisob-kitob shotlari o'zi avtomatik ravishda 40 o'yin va 63 o'yin shotlari chiqadi. Agar buni o'zgartirishni xohlasak, qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Avtomatik ravishda boshqa shot chiqishini xohlasak, kontragentning ichidan kirib, shot расчет с kontragentim giperhavlasiga o'tib, shotlarni o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. So'ng shotni оплату qismida показать все tugmasini bosamiz. Agar xaridor hisobi, ya'ni shot покупателям hujjati yaratilgan bo'lsa, uni shotni оплату qismida ko'rsatib qo'ysak bo'ladi yoki shart emas. Agar lot bo'ladigan bo'lsa, pastdagi yes lotda yorliq o'rnatiladi va данный lot giperhavlasi bosilib, lot ma'lumotlari to'ldiriladi. Bu EDO, ya'ni elektron hujjatlar aylanmasi bilan bog'liq mavzu. Buni o'zi alohida mavzu. Bunga boshqa mavzularimizda to'xtalib o'tamiz. So'ngra pastdagi maydonimizga o'tamiz va добавить tugmasi bosiladi. Va pastdagi содержание uslugida xizmat nomini yozib qo'ysak bo'ladi yoki nomenklatura qismiga o'tamiz. Показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli xizmat turini tanlab olsak bo'ladi. O'zi avtomatik ravishda содержание uslug qismi ham shunga qarab o'zgaradi. Bizga 2 pul ma'lumotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, nomenklaturani ichiga kirib, pastdagi EDO qismida kod klassifikator qismida заполнить tugmasini bosib, 2 pul kodini to'ldirishimiz mumkin. Количество qismida xizmat miqdori yoziladi, tsenada esa xizmat narxi. Summa qismi o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Protsent NDS esa qo'shilgan qiymat solig'i foiz stavkasini tanlab qo'ysak, NDS qismida o'zi avtomatik ravishda qo'shilgan qiymat solig'i summasi chiqadi. So'ng shot uchota qismiga o'tamiz. Giperhavlani ustiga bosganimizdan so'ng quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada shot tahoduf qismida bu 90-20 bu tovarlar uchun 90-30 shotini tanlab qo'yamiz va shot rasxodovda esa 91-30 shotini tanlab qo'ysak bo'ladi. NDS esa 64-10, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i passiv shoti bo'ladi. Nomenklaturniy gruppada esa показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli nomenklaturniy gruppani tanlab olishimiz mumkin. Agar tashkilot bir nechta faoliyat turi bo'yicha faoliyat ko'rsatsa, uni nomenklaturniy gruppa bo'yicha ajratib chiqamiz. Bu asosan xarajatlar taqsimoti va hisobot shakllantirganimizda kerak bo'ladi. Hisob siyosatida, ya'ni учетный politika настройкасida списание затрат nomenklaturniy gruppa kesimida shakllanadi. Oldin qaysi nomenklaturniy gruppadan chiqib ketgan bo'lsa, o'sha nomenklaturniy gruppadan списание bo'ladi. Nomenklaturniy gruppa analitika elementi bo'lib, прямой затрат va viruchka turlari ishlab chiqarish va bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha detalizatsiya uchun kerak bo'ladi. Kontragentdan to'lanayotgan to'lov hisob raqamimizga pul ko'chirish yo'li orqali emas, balki terminal orqali bo'ladigan bo'lsa, quyidagi оплата qismiga o'tib, добавить tugmasini bosib, ma'lumotlarni kiritib qo'ysak bo'ladi. Списание материаловga o'tamiz. Ushbu списание материалов ma'lumotlarni to'ldirish orqali ko'rsatgan xizmatimizga ketgan materiallar miqdori ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Birinchi navbatda sklad qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli omborni tanlab olamiz. So'ngra добавить yoki подбор tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli materiallarni tanlab olsak bo'ladi. Ushbu количество qismida materiallar miqdorini ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Shot uchota qismida esa o'zi avtomatik ravishda shot uchotalar chiqadi. Agar xohlasak, buni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra shot zatrat qismida xarajatlar yig'iladigan shotni tanlab qo'ysak bo'ladi. Shot zatrat qismida 20 o'yinni tanlaganimizdan so'ng quyidagi rekvizitlar ochiladi va birin-ketin ushbu rekvizitlarni to'ldirib chiqamiz. Birinchi bo'lim nomenklaturniy gruppa qismida nomenklaturniy gruppani tanlab olamiz va statiya zatratda esa statiya zatratni tanlab olamiz. Bizga kerakli statiya zatrat bo'lmasa, sozzat tugmasini bosib, o'zimizga kerakli statiya zatratni yaratib olsak bo'ladi.
Ushbu rekvizitlarni kiritganimizdan so'ng pastdagi hiperhavlani ustiga bosamiz va quyidagi oyna ochiladi. Ushbu ochilgan oynadagi ma'lumotlarni to'ldirish orqali bizga ushbu hujjatning bosma shaklidagi, ya'ni pechatli formada kerak bo'ladigan ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Вписать shot faktura tugmasini bosamiz va kommentariya qismida qanaqadir izohlarimiz bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirishimiz mumkin. So'ngra записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya provodkalarini ko'rishimiz mumkin. So'ng asosiy maydonga o'tamiz va bizga quyidagi hujjatning bosma shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi pechat tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan keraklisini tanlab olishimiz mumkin. So'ngra создать на основании tugmasini bosish orqali ushbu hujjat asosida quyidagi hujjatlarni yaratib olsak bo'ladi. So'ng провести закрыть tugmasini bosamiz va hujjatimiz quyidagi realizatsiya akt nakladniy hujjatlar qatorida ko'rinadi.